Biz mijozimizning uyda Ecover mahsulotlarini sinovdan o'tkazdik. Mijozimiz shunday muammo bilan murojaat qildi. Yozda uy juda issiq bo'ladi, qishda esa sovuq. Hatto pech yoqilganda ham issiqlik ushlanib turmaydi. Uyda namlik va zaxlik seziladi. Shundan so'ng biz maxsus uskuna yordamida tom qismini o'lchab, muammoning asosiy sababini aniqladik. Uy allaqachon remont qilinganligi sababli devorlarni buzmasdan tom qismiga Ecover mahsulotlari bilan izolyatsiya qilishga qaror qildik. Standart bo'yicha tom 4 qavat qilib yopildi. Tomning umumiy maydoni 213 kvadrat metr. Ish jarayoni va materiallar. Paraizol ishlatildi. 18 kvadratli falgali mahsulotdan 12 dona, 15 kvadratli bez falgali mahsulotdan 43 dona rulon. Hozircha faqat tom qismi qilindi. Agar devorlar ham Ecover bilan yopilsa, natija yanada kuchli bo'ladi. Uch kundan so'ng yana tekshiruv o'tkazdik. Natija shuni ko'rsatdiki, uy ichida issiqlik barqaror saqlanib turibdi. Issiqlik tom orqali chiqib ketmayapti. Uy tezroq isiydi va sovuqni kamroq o'tkazmoqda. Natijani o'zingiz ko'rib turibsiz.